oxirgi savol menimcha bugungi anaqa podkastda bu bolalarni kelajagi to'g'risida ko'p odamlar so'raydi, kim qanaqa odam bo'lib, qaysi sohada ishlashim kerak, nima qilishim mumkin, bolalarim bor, 10 yosh, 15 yosh, 20 yosh, qaysi sohaga berganim yaxshiroq deb so'raydi. Shu konkurentni bo'lish uchun. Da, konkurentni bo'lish uchun. Nima deb o'ylaysiz? Bu qiyin savol. Bilaman, shuncha oxirgi savol. Qiyin savol chunki hozir har bir sohada mana shu ko'ryapsiz, искусственный intellekt kirib kelyapti va qaysidir sohalar yo'q bo'lib ketyapti. Tez xuddi qurolli tog'lar bo'ladi, o'pirilib ketadi, shunaqa o'pirilib ketyapti-da. Bir 10-15 yil, 20 yilda yana ko'p kasblar yo'qolib ketadi. Masalan, mana hozir juda ko'p odam haydovchilik bilan bandda, masalan-da, taksida, dostavkada yoki bo'lmasam yuk mashina haydaydi. O'shalar ham sekin-sekin yo'qolib ketadi. Call centerlarda qancha operatorlar ishlaydi, yo'qolib ketadi. Mana hozir Indiya yoki bo'lmasam Bangladesh, masalan Amerika, Yevropa obslužuvchilarda rosa ko'p odam BPO da ishlaydi, ya'ni business process outsourcing, shu call centerlarda ishlaydi. Ular yo'q ketadi, chunki ular kerak emas. Indiyskiy aksent bilan gapiradigan operator olib tashlaydi, amerikanskiy aksent bilan gaplashadigan robot gaplashadi. Hozir bu juda katta o'zgarishlar vaqtida menimcha shu eng qadrlanadigan narsalar, bu unikal narsalar, bilimlar va o'sha soft skills deydi, ya'ni kreativlik, ya'ni bitta sohada o'xshamadingizmi? Masalan, kompaniyalar bankrot bo'ladi-yu, odamlar ham bankrot bo'ladi. Bankrot bo'lgan nima deydi? Uni sohasi, uni yo'nalishi bankrot bo'ladi-da, u yana yangi narsada ochish kerak. Yangi ochish kerak. Ya'ni bu sikl tezlashib ketib qoladi. Juda tezlashib ketadi. Masalan, siz ishlayapsiz bir sohasida, o'zingiz masalanda, u sohangizda o'sha ish bo'lmay qoladi ertagada, keyin boshqa sohaga o'tib ketasiz. Ya'ni siz oson, tez har yili yoki har 2-3 yilda sohangizni o'zgartira oladigan odam bo'lishingiz kerak. Buning uchun o'sha yumshoq ko'nikmalar deydi, soft skills deydi. Ya'ni siz tez o'rgana bilish, moslashuvchanlik, tez odamlar bilan tanishish, tez bilimlarni olish, shunaqangi ko'nikmalarni o'stirishingiz kerak. Bu birinchi narsa, bu birinchi narsa emas, bu ikkinchi narsa. Birinchi bab asosiy narsa, masalan, men bolalarimga aytaman, fanlar juda muhim. Aniq fanlarni yaxshi bilish kerak, masalan. Qanchalik yaxshi bilsa, shunaqa. Endi hammada har xil moyillik, masalan, aytaylik, matematika, fizika, masalan, ximiyaga qiziqish bo'lsa, uni o'rganish kerak-da, u bazada baribir qanaqadir ma'noda. Keyin qolgan narsalar baribir ustiga quriladi-da. Bo'ldi, bo'lmasam rahmat sizga kelganingiz uchun. Rahmat kattakon, maza qilib gaplashdik. Hamma savolga samimiy javob berdik, sezib turdik-da. Keyin yuboramiz videoni, mana bunaqa qilib qilsangiz o'chirib tashlaymiz. Yo'q, men chiqqan videom bor-ku, ko'ra olmayman o'zimda, ko'rmayman hamda. Shuning uchun nima bo'lsa hammasini o'zingizlarning anaqalarga mayda havola qilib. Rahmat, zo'r bo'ldi. Hamma savollarga zo'r javob berdingiz. Rahmat kelganingiz uchun. Rahmat akam. Bo'ldi, rahmat. Sog' bo'ling.